Ayağımız birinci bor suv yüzünü ko'ryapti. Qani boshladik endi. Norin daryoda turibmiz do'stlar. Norinda hozir Qora daryo bilan shunday uchrashgan joyiga boshlanish nuqtasiga boryapmiz. E'tibor bering mana. Mana shu joy boshlanish nuqtasi. Sizlarga aytgan Norin bilan Qora daryoni uchrashgan joyi mana shu joy bo'ladi. Mana salqin qayoqqa baylaymiz. Mana bu tomonda ham joy borga o'xshaydi. Tinch tomoniga qo'yamiz. Tinch tomoniga qo'yamiz. Shu joyda o'qilamiz deb niyat qo'ygandik. Sizlar bilan shu joyga keldik. Qarmoq tayyorlayapmiz. Baliqlar bizni kutib olishni boshladi. Sahrayapti. Baliq bor ekan. Baliqlar ertalabda o'ynayapti. Ben nechog'li u bo'ladi bilmadim, lekin harakat qilib ko'ramiz. Mana shu yerda baliqni ovlashga bu sizlarga aytgan Norin bilan Qora daryoni uchrashgan joyi. Mana shu joy. Hop, birinchi o'rinda nima olib beradi? Birinchi o'rinda laqqa olib beraman. Chuqurligi yaxshi. Qora daryo bilan Norinni uchrashgan joyi. Birinchi laqqa tashladik. Biz maqsadimiz doim laqqa ovlash. Balki kattasi bordir. Endi vaqt ko'rsatadi. Yaxshi niyat qilib turaveraylikchi. Salom do'stlar. Bugun biz Norin daryosi bilan Qora daryoni ikkovini uchrashgan joyi va Sirdaryoni mana shu yerdan tug'ilgan joyiga keldik. Mana shu joydan bu yog'i Sirdaryo. Orol dengizigacha. Lekin mana shu yerdan bag'i Norin, bu yog'i Qora daryo. Qora daryo Andijondan chiqib keladi. Norin daryo Namangan Uchqo'rg'ondan oqib keladi. Mana shu yerda ikkovi uchrashadi va shundan shog'i Sirdaryo bo'lib tug'iladi. Uzoq yo'l bosib Qora daryoga Orol dengiziga suzib boradi. O'zbekistondan, Tojikistondan, Qozog'istondan qancha odamlarni boqadi bu daryo. Necha vaqtdan beri mana shu yerda bitta zo'r video tayyorlayman degan niyatim bordi. O'sha kun bugun ekan. Mayli kuzatinglar. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi.
Katar hamı rasuo qildi-yu. Ana do'stlar, mayna qilib bilmay kelib qoldi o'zi ham. Qarang. Ko'ryapsizlarmi? Mazza qilishyapti ekan. Sayrgohchilar. Muzika. Ko'rdilaringmi? Qoradaryodan chiqib kelibdi deyam. Ayollar ekan. Yana bittasi kelyapti ekan. Hozir uni ham olamiz. Qarab turing. Yana bittasi keladi. Bu ana. Bakmazda bo'ldi. Qarasizlar. Ha, endi payda baliq o'qib bo'lmaydi. Kechgacha 5 ta yuradi. Endi davlatga pul tushib qilyapmiz. Bo'ldi, sizlar. Hozir payda qiynalasiz hozir. Yana 5 ta kelyapti hozir. Ha, uni oldingi kelganingizda ogohlantirganingiz men o'tib ketardim. Bo'ldi. Hozir 5 ta yuradi hozir. Bo'ldi. Endi davlatga tushib qilib, kakbalojni yurma qilib ishlayapmiz hozir bu. Jaketlarmi yo'q-ku? Jaket yo'q-ku, jaket. Bor. Bormi? Qarangda, bor deydi, hech narsasi yo'q. Pul tushum qilsa bo'ldi bular. To'razam televizor mana ko'rdingmi? Hech qanday hali qilishim shart emas. Ko'ryapsizlarmi? Qalmoqni ham Meni qalmamdi, incha daryoni ilgari ololmaydi buni. Kurucha sinsa sinadi, qalmoq sinmaydi. Prosta bizni alimda. Yo'q. Ketamiz endi, ha. Boshqa iloji yo'q. Bo'pti, sog' bo'linglar. Kuzatinglar meni.